Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. Do'stlar, bugungi sana 26-mart haftani payshanba kuni Toshkent viloyati Parkent tumani Boyqozon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Charchamasdan. Tuzingmi Odil aka? Ha, Xudoga shukr. Odil aka, O, Chorva House obunachilariga aha. bitta zo'r birinchi qoringa g'unajinimiz bor. Mana. Ha, shuni sotamiz aka. Birinchi qoringa. Sorti zo'r deng. Sorti Daniya aka. Daniya. Bu Daniyadan kelgan, ona qonida kelib, shu tug'ilib o'zimizning iqlimga moslashgan. Odil aka. Shuni 8 oylik bo'g'az. Qarang. 8 oylik bo'g'ozimiz, bu nimaga qochirilgan? Sun'iy urug' yoki buqa? Yo'q, bu aka sun'iy sementat urug' tashlatganmiz o'zimiz. O'sha shunga qochirganmiz aka. Hozirgi kunda 8 oylik bo'g'oz, tayyor balasi ham kelib turibdi. Shuni sotamiz aka. Yeb ichishiga, 4 ta so'zkaziga garantiya bor. Ha, yeb ichishi, 4 ta tuyog'i, hamma nimasi bo'lsa garantiya bor. Kelib doktorman olursin. Nimadan? Odil aka, doktorman kelib tekshirib olsa ham bo'ladi. Bemalol. Smiki narsasiga garantiya bor aka. Bitta yurg'izib ber Anvar, yaxshilab. O'rtoqlar haqiqatda zo'ri, birinchi qoringa udarini so'ragan akalarimiz bo'lsa, tavsiya beramiz. Stakan tuyoq Odil aka. Yomon narsa ko'rsatmayman, lekin ko'rinishi o'zi ikkinchi qorinni beryapti videoni. Ana endi nima demoqchiman? Bu birinchi qoringa sizga shunchalik yo'qolgan bo'lsa, ikkinchi, uchinchi qoringa Anvar sal bo'shroq. Haqiqiy mana yondirib yuboradiganlar. Anvar menga ber. Odil aka. Vo. Yunlari qirq aka. Aha. Yurishi, fermalardamiz bizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, zo'rmisiz? Omonmisizlar? Odil buni o'sha kuni chiqarganmiz Baqo'duzda. 56 million so'mga Buxoroga sotganmiz. 58 million so'm chiqarilgan edi. U dastlabkasini qilib berasiz dedi. Men yo'q dedim. 56 million baraka bo'luvdi, o'zi bizga 54 million chiqargan. Shuni hisobiga bermadik. Chiqarilgan mol o'sha kuni videoga chiqqan, shunaqa bo'ldi 56 million so'mga sotuvdik. Shunaqa bo'lib qoldi, sotmadik. Mol sotiladi bosh ochiq. Bosh ochig'i, qarang, bizda necha pulni chiqarib beramiz buni hozir? 8 milliondan chiqarganmiz, hozir ham 58 million chiqaramiz, kami bor. Kami ko'p. So'mga sotgandik. U dastlabki sandaniga o'tib oldi. Mabodo 56 ga kelishib qolsangiz berasizmi? Xudo xolasa, qani dastlabkasi o'zidan bo'lsa beramiz. Yoki kelishamiz, yarmini bersa beramiz. U hammasini bizni bo'yinga qo'yishdi. To'shini qarang. O'rtoqlar haqiqiy originalni olaman degan akalarimiz bo'lsa mana. Zo'r, o'zi zo'r. Odil aka, mol zo'r aka. Bo'g'ozligidan yelin ko'chirish solishni boshladi aka. So'skalari ham zo'r, uzun-uzundan. Badallar tullab bo'ldi aka. Mapolvon. O'zi ko'rinib turibdi, lekin nimaligi? Hozir ham mana 58 million kami bor. Kami ko'p. Telefon qilib ursa aka. Sodasi bor, deb bosh ochiq sodasi bor. Kelishib qolsangiz Toshkent bo'ylab qilib bera olamizmi? Beramiz. Odil yelinlarni hamchi kechagindan ancha ko'chirib qo'ydi. Shu 8 oylik bo'g'oz, yelinlar ham ko'chib qoldi kechagindan. Mana hozir sal yurg'izing. Qanday topsa? Mapolvon. Qarang, ostlari ham jiddan chiroyli. Nima maqsadda sotasiz aka buni o'zi? Shu buni bilaman-ku, masalan, 10-yillik davrida sotorganlaringizni ichida olib qolganingiz yomon bo'lsa olib qolmasidingiz-ku. Yomon bo'lsa. Odil aka ichida eng zo'rlarini tanlab olib qolganmiz aka. O'sha zo'radan bittasi bu ham. Aka ozgina pul kerak bo'lib qolganligi uchun sotilyapti. Bo'lmasa o'zimiz tug'dirmoqchi edik. Buni hozir sheriklari tuqqanki 3-4 tasi shu yerda turibdi. Odil aka 30 tadan ochiq sut beryapti sheriklari hozirgi birinchi qorinning o'ziga. Hozir sherikdan 4 tasi tuqqan buni aka. Necha nomer qo'yamiz? Kamoliddin akam o'zining nomerini qo'yamiz aka. 93lik 188 38 18. Manzilimiz Toshkent viloyati Parkent tumani Boyqozondamiz. O'sha Shashlich Kamoliddin akamizning fermalaridan obzor qilamiz. Odil 2 kuray bu. Katta molga o'xshaydi. Katta lekin. Yo'q, tishi 2 kuray. Video ham katta. Xohlasa kelib tishini ochib ko'rib olishadi. Hayda Anvar ukam.